alayhissalatu vassalomning haqlarida ular nima deydilar? Janob payg'ambar alayhissalatu vassalomga mahkum edilar, hokim edilar. Ularning ayollari mahkum edi qullarning ostida. Lekin Janob Rasululloh muhabbat aloqalarini ulardan uzgan emaslar. Janob Rasulullohning muomalalarida ikkovi tarafda ham rioya qilinadi. Janob Rasulullohning hokimliklari, Janob Rasulullohdagi qo'rqinch, Janob Rasulullohning haybatlari, saltanatlari shu yerga yetib borganki, Kisrolar, Qaysar degan Suriyani Rumni podsholari bir oylik piyoda yuradigan yo'ldan Janob Rasululloh nomlarini eshitganda qaltirardi. Badaniga hamma ko'radigan darajada qaltiroq eshitib ko'rinardi. Shu darajada nomlarini bir oydan eshitgan odamlar qaltirab qoladigan zotning yonlarida Oysha onamizlar turib erkalik ham qilaverardi, deydi u kishi. Erkalik ham qilib qo'yarardi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ularni qiladigan nozlarini ham ko'tarardilar. Demak, ayolning nozini ko'tarish ham xotinda haqqi deydi. Erda vazifasi. Chunki xotin kishi gohida noz qilib haligi gaplarni erkalik qilib ba'zi bir gaplarni gapirib yuboradi. Nimaga? Chunki mendan tegadigan foydachalik, mendan tegadigan lazzatchalik, mendan tegadigan rohatchalik, rohatni erim boshqa joyda hosil qila olmaydi. Meni erkalik qilishga haqqim bor degan o'y bilan gapirib qo'yadi o gaplarni. O'sha nozlarini, beaqlli gaplarini erimga men yaxshi do'stman-ku degan o'y bilan gapirib qo'yadi. Ana o'sha taraflarni rioya qilishlik bu erkaklikning vazifasi, xotinlikning haqqi. Sizga deydi, ayollarni nozini payg'ambar alayhisolatu vassalom qanday qilib ko'tarishlari haqida bir gap aytib beraymi deydi Tahonaviy. Bu ko'p takrorlangan gap, lekin Tahonaviy bir uslub bilan gapiradi. Aytadilarki, juda ham katta bir jang, Bani Mustaliq jangida qaytib kelayotgan vaqtlarida bu mashhur voqea Oysha onamiz roziyallohu taolo anhoning haqlarida munofiqlar zino qildi degan gapni Safvon degan sahoba bilan zino qildi degan gapni tarqatadi. Shu gap tarqagandan keyin Madinaga keladilar. Bu voqeani otini Ifk voqeasi deydi. Ifk. Qur'onda sura Nurda Xudo taolo buni mufassal zikr qilgan. Shu voqeadan keyin payg'ambar alayhisolatu vassalomni qalblarida Oysha onamiz roziyallohu taolo anhoga nisbatan shubha paydo bo'lib qoladi. Munofiqlarning boshlig'i Abdulloh ibn Ubay bu gaplarni tarqatadi. Ummu Mistah degan bir ayol Hazrati Oysha onamizni xizmatkorlari bo'ladi. O'sha ayol kelib o'g'illari ham Ummu Mistahning o'g'illari ham o'sha munofiqlarga qo'shilib gaplarni tarqatganligini Oysha onamizga yetkazib aytib beradi. Xullas ancha ko'ngil xolliklar o'rtada bo'ladi. Oysha onamizning haqlarida shubhali gap tarqagandan keyin payg'ambar alayhisolatu vassalom kimdan maslahat qilishni bilmay ashoblarning ichida Hazrat Abu Bakrning yonlariga kirib maslahat qilishlari kerak, chunki eng yaqinlari o'sha kishi. Lekin bu zot Oysha onamizning otalari. Oysha onamizning otasi Hazrat Abu Bakrdan maslahat qila olmagandan keyin payg'ambar alayhisolatu vassalom Hazrat Umar roziyallohu taolo anhuning yonlariga kirib Oysha onamizning haqlarida fikrlarini olmoqchi bo'ladilar. Oyshaning haqida Umar nima deysiz? Sizlar Hazrat Umarning gaplarini eshiting. Vazir nima deydilar? Vazir aytadilar, "Ya Rasululloh, sizning muborak badaningizga pashsha ham qo'nmagan." Pashsha qo'nmagan. Pashsha najosatda qo'nadi. O'sha najosat bir iflos joyga qo'ygandan keyin Xudo taborak va shu darajada kam miqdordagi najosatga qo'ngan yoki qo'nmagan qo'nishning ehtimoli bo'lgan bir nomaqbul bir hasharotni ham Xudo taborak va taolo ustiga qo'nishidan saqlagan. Agar Oysha munofiqlar aytganday nopok bo'lganda badaningizga tekkizmas edi dedilar. Badaningizga tekkizmas edi Xudo. Hazrat Umardan bu fikrni olgandan keyin Janob Rasululloh Hazrat Usmon yonlariga kirgan ekanlar. Sahobaning farosatini qarang. Hamma gapi bir xilda chiqqanda Hazrat Usmon roziyallohu taolo anhu yonlariga kirib so'rasalar, o'sha aytgan ekanlar, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Xudo taborak va taolo yer yuzida siz soyangizni ham tushirmagan" dedilar. Janob Rasululloh soya bo'lmagan. Bilib olish kerak. Janob Rasululloh soya bo'lmagan. Xudo taborak va taolo sizning sha'ningizni, sizning hurmatingizni shu darajada ehtirom qilgan, shu darajada ikrom qilganki, soyangizni ham birovga bostirmagan. Soyangizni ham birovga bostirmagan. Agar sizniki soyangizni bostirmaganmi, sizni bu mahramingiz ichida sizni obro'yingiz bo'lgan Oyshani Xudo birovga bostirmaydi degan. Birovga tekkizmaydi Xudo taolo uni. Shu gapni olgandan keyin Hazrat Janob Rasululloh alayhi vasallam Hazrat Ali karramallohu vajhuning yoniga kirib, "Ey Ali, ayolim Oyshani haqida nima deysiz?" deganda Hazrat Ali aytgan ekanlar, "Ya Rasululloh, bir kuni bir voqea bo'lgan. Janob Rasululloh alayhi vasallam namozda tursalar, Janob Rasululloh kavushlarini yechdilar. Namozda kavush bilan turgan ekanlar. Kavush toza bo'lsa, kavush bilan namoz o'qisa bo'laveradi.
Qovushni ichib boriblar, orqada turgan ashob kiramlar ham janob payg'ambar alayhisolatu vasallam namoz ichida qovushni ichib borganlarni ko'rgandan keyin ular ham qovushni ichib qo'llariga surib qo'yishdi. Janob Rasululloh namozdan keyin aytdilarki, nima sizlar qovushlarni ichib qo'ydilaring? Ey Rasululloh, o'zlarini ichganlarini ko'rdik, biz ham ichdik dedilar. Janob Rasululloh aytdilarki, axir meni qovushimga najosat tegan ekan, Hazrat Jabril alayhisolatu vasallam kelib, "Qovushingizda najosat bor" deb o'shanga eshitdim. Sizlar toza bo'lsa turolmaysizlarmi degan ekan. "Ya Rasululloh, bitta qovushingizga najosat tekkanini Jabril alayhisolatu vasallam kelib xabarini aytib yeching deydi-yu, Oysha iflos bo'lsa, Oysha nopok bo'layotgan bo'lsa, sizga ogohlantirmaydimi kelib degan ekanlar. Siz ogohlantirib Oyshani yeching, buni javobini bering degan bo'lardi-da sizga deydilar. Shuni janob Rasululloh keyin qalblari orom topgan ekan. Shu gapda Hazrati Abu Ayyub al-Ansori roziyallohu ta'ala anhu ayollariga aytgan ekanlarki, ayolim, Oyshani haqida chiqqan shu gaplarga nima deysan? Desalar o'xshatgan ekanlar. Agar degan ekanlar, Safvoniki Oyshani haqida Oysha bilan birga bo'ldi deb munofiqlar tuhmat qildilar. O'sha Safvonni o'rnida, "Ey erim, siz bo'lganingizda Oyshaga o'sha yomon ko'z bilan siz qararmidingiz?" debdilar. "Yo'q, qaramas edim" dedilar. Agar dedilar, "Menki oddiy ayolman, Oyshani o'rnida men bo'lganimda janob Rasulullohga men xiyonat qilarmidim" dedilar. "Yo'q, qilmasding. Sening pokligingdan men xabardorman-ku" dedilar. "Bo'lmasa xo'jayin" dedilar. "Safvon sizdan yaxshi, Oysha mendan yaxshi" degan ekanlar. Oysha mendan yaxshi, Safvon sizdan yaxshi. U ish bo'lishi mumkin emas degan. Shu gaplar, shunaqa maslahatlar bo'lib, janob payg'ambar alayhi vasallam ko'nglari sal itminon hosil qilgandan keyin Oysha onamiz roziyallohu ta'ala anhoning yonlariga kelganlar. Shunda Oysha onamiz dadalari bilan onalarini uylarida birga o'tirgan ekanlar. Kirib aytgan ekanlarga, "Oysha, seni haqingda shunday xabarlar tarqadi. Agar sen shu ishni qilishni o'ylagan bo'lsang, shu ishga niyat qilgan bo'lsang, tezda Xudoga tavba qilgin. Xudo seni gunohlaringni kechiradi." Bu jumlani qarang-da. Sen tavba qilgin, seni Xudo gunohlaringni kechiradi degani payg'ambar alayhisolam shu gaplaridan Oysha onamiz roziyallohu ta'ala anhu, "Ey janob Rasululloh, mendan shubhalari bor ekan" degan gapni qabul qilganlar. Shunday bo'ldimi? Sen poksan, sen ular aytganda emassan demasdan janob Rasul agar shu ishni qilgan bo'lsang, tavba qilgan deganlar-da. Shu gapdan Oysha onamiz, "Ey janob Rasululloh, qalblarida menga nisbatan hali ham shubha bor ekan" deb qabul qilganlar. "Agar yo sen pok bo'ladigan bo'lsang, Xudo taolo seni poklaydi o'zi" dedilar. Shunda Oysha onamiz roziyallohu ta'ala anha aytgan ekanlar, "Ya Rasululloh, agar shu ishni men qildim desam, vaholanki Xudo bilib turibdi bu ishni men qilmaganman. Ana Oysha ishni bo'yniga oldi deysizlar. Yo men Xudo bilib turibdi, men bu ishni qilganim yo'q desam, sizlar meni gapimga ishonmaysizlar. Qildim desam, ishonasizlar, tasdiqlaysizlar, qilib ekan deb, qilmadim desam, sizlar meni gapimga ishonmaysizlar. Chunki sizlar hali munofiqlarning gapini birinchi eshitgansizlar, o'sha gap sizlarning qalblaringga, quloqlaringga o'rnash bo'ldi. Meni gapim sizlarning quloqlaringga kirmaydi. Endi men Hazrat Yaqub alayhisolatu vassalom aytganlaridek, Allohul musta'anu ala ma tasifun, fasabrun jamil, vallohul musta'anu ala ma tasifun. Sabr yaxshi deyman, sabrdan boshqa ilojim yo'q meni dedilar. Shunday payg'ambar alayhisolatu vassalomga vahiy tushib ketib turganligi asarlari namoyon bo'ldi. Ya'ni o'zgarib qoldilar. Uyda jimjitlik bo'lib qoldi. Uyda jimjitlik bo'lib qolgandan keyin hamma bildiki vahiy nozil bo'lyapti. Payg'ambar alayhisolatu vassalomdan vahiy ko'tarilib ketgandan keyin birinchi aytgan so'zlari "Abshiri ya Aishatu faqad barra'akillah" degan ekanlar. "Ey Oysha, xursandchilik xabarini eshitib qo'ygin. Xudo seni oqladi" dedilar. Keyin Oysha onamiz roziyallohu ta'ala anhoning haqqlaridagi oyatlarni janob Rasululloh o'qib berdilar. Bir necha oyat, yaqin 2 bet oyatni janob Rasululloh o'qib berdilar. Ifk voqeasini tarqatganlar, o'zlaringning ichlaringda bir jamoat tarqatdi. Koshki ularni guvohlari bo'lgan deydi. Agar pokiza erkaklarga pokizalarni xotin qilib beraman. Agar Oysha nopok bo'lganda men sizga uni xotin qilib bermas edim. Uni hamma gunohini kechirib qo'yganman, unga jannatni tayyorlab qo'yibman deb Xudo oyat nozil qildi Oysha onamiz haqida. O'shancha Oysha onamiz har kim jannatni emaslik kofir bo'ladi. Oyatga bu zid. Oysha onamiz haqida shu tuhmat xabari rost edi, munofiqlarning gapi desang kofir bo'ladi. Chunki bunda shubha yo'q oyatning haqligida. Shunda hali oyatni eshitganda uyda hammani yuziga tabassum arigan ekan, tabassum kelgan ekan. Keyin shu bilan nima Oysha onamizning onalari bitta rivoyatda Hazrat Abu Bakr, "Ey qizim, tur janob payg'ambar alayhisolomning yuzlaridan o'pgin, janob Rasulullohga tashakkur aytgin" deganlarda, o'rnimdan turmayman, men faqat hamd Xudo o'ziga aytaman deb borgan ekanlar. Ma'lum bo'ldimi? Mana shu erkanligida dedi Tahonaviy. Shu nima edi shu? Dunyo qiyomatgacha payg'ambar alayhisolatu vassalomning nomlarini eshitganda o'rnidan turib olsa-yu deydi. Nomlarini eshitganda janob Rasulullohga butuni bu qurbon qilib kelsa-yu, yonlarida o'tirgan xotinlar yo turmayman men deyishligi. Bunday qaraganda juda beadabli emasmi deydi.
Beadablik emasmidi? U nima edi? Xotinni yeriga bo'lgan erkaligi edi shu. Shu erkalik agar noshariy ish bo'lganda, shariat ko'tarmaydigan payg'ambar alayhi vasallamga agar nogvor va nomaqbul ish bo'lganda, Janob Rasululloh tezda ogohlantirardilar. Undan-da kichkina ishlarga oyatlar nozil bo'lgan, bu ishga allaqachon oyat nozil bo'lgan bo'lardi agar shu beadablik bo'lganda shu ish deydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir beadablikni ko'rganda, ha mayli, yoshda bu, yo bo'lmasa o'g'lim Abu Bakr, o'rtog'im Abu Bakrni qizida deb turib rioya qiladigan zot emas edilar Janob Rasululloh. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning yonlariga Usomat ibn Zayd roziyallohu ta'ala anhu bir voqeani tepasida o'rtakashlik qilib kirganlar. O'rtakashlik qilib kirishlariga sabab shu bo'lganki, Fatima degan bir ayol Mahzum qabilasidan o'g'irlik qilib, katta odamning qizi ekan, o'g'irlik qilib qo'li kesilishga to'g'ri kelganda, odamlar payg'ambar alayhisolatu vasallamga o'rtalay bir odamni qo'yish kerakki, qizni qo'li kesilmay qolishi kerak. Boyvachcha odamning qizi. Shunda bular topib Hazrat payg'ambar alayhisolatu vasallamni boqib olgan o'g'illari Zayd roziyallohu anhuning o'g'illari Usoma roziyallohu anhu tanlab, Janob Rasulullohning suyuklilarining suyuklisi bu. Kirib esa Janob Rasululloh buni qo'lini kesmaydilar deb turib, uni kirgizishibdi. Kirganda Hazrat Usoma roziyallohu anhu aytgan ekanlarki, Janob Rasululloh, ey Usoma, Xudoni belgilab qo'ygan jazosiga sen o'rtaga tushyapsanmi sen? Sizlardan oldin qaysi qavmlar halok bo'lgan bo'lsa, boylariga jazoni joriy qilmay, kambag'allarga joriy qilishlar qasdi halok bo'lgan. Sizlardan oldin kim halok bo'lgan bo'lsa, Xudoning jazosini o'rtasiga o'rtakashlik qilib, birovni tarafini olaman, shafoatchilik qilaman deb kirganligi uchun halok bo'lgan. Bu hali Fatima Mahzumning qizi, Mahzum qabilasining qizi ekan-ku, Muhammadning qizi Fatima o'g'irlik qilsa ham qo'lini kesaman deganlar. Tahraviy qovus ichiga Xudo saqlasin, bu bo'lish mumkin bo'lgan.